Welcome to Boysun. Boysun is not just a land or a territory. Boysun is a cradle of ancient civilization, a sacred place rich in history and culture, where thousand-year-old traditions have been carefully preserved through generations. Here, the customs, values, folklore, and spiritual heritage of our people continue to live and flourish. Today, through the internationally renowned Boysun Bahori Festival, the world recognizes Boysun not only for its breathtaking nature, but also for its unique cultural heritage. This festival has become a great spiritual platform that unites nations, strengthens friendship, mutual respect, and tolerance among different peoples and cultures. Bahar keldi, nur ila nahor keldi. Butun dunyo olamda chortara mehmon keldi. Butun dunyo olamda chortara mehmon keldi. Buxoro, Xorazm, Qoraqalpoq, Navoiy, Samarqand, Toshkentdan do'sti yor bisyor keldi. Qarab go'zal quvonib, bog'lardagi gullar, tinchlik shodlikni kuylab, sahnada gul yor keldi. Tinchlik shodlikni kuylab, sahnada gul yor keldi. Boysunga bahor keldi, nur ila nahor keldi. Butun dunyo olamda chortara mehmon keldi. Butun dunyo olamda chortara mehmon keldi. Qashqadaryo, Farg'ona, Andijon, Namangan, Sirdaryo, Jizzax tomon qo'shig'i ayyor keldi. Do'st tegmasi yurtimga, marhamat do'stlarimga, yurtboshimiz ham ko'plab, ko'p yillik didor keldi. Yurtboshimiz ham ko'plab, ko'p yillik didor keldi. Boysunga bahor keldi, nur ila nahor keldi. Butun dunyo olamda chortara mehmon keldi. Butun dunyo olamda chortara mehmon keldi. Boysunga bahor keldi, nur ila nahor keldi. Butun dunyo olamda chortara mehmon keldi. Butun dunyo olamda chortara mehmon keldi.